Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 2026-yil 27-yanvar kuni men keldim. Kecha qo'yiluvdi, men chilla suv yaqab suvini qo'yiluvdi, kecha video qildim. Kimlar ko'rgan bo'lsa. Yerlar mana bidapoya yerlari mazza qilib suv ichyapti ekan. Yerlar bijir etib suv ichyapti mazza qilib. Chilla suvi. Endi nasib bo'lsa endi yoz chillasida suv soqolmaydi yer unchalik. Mana qurtlari, mana ko'rkalamishlar o'ladi suvga. Foydasi juda ko'p. Qushlar o'ladi, tomiriga qishlayib yotgan qushlar, tomirda qishlayib yotgan va qurtqo'mir hasharotlar bo'r deganda zo'r bo'ladi. Yil 5-yil mana shunday bo'lyapti. 6-yil, 5-yil bida yaxshi zo'r bo'lyapti. Bilga keladigan bida bo'ladi. Nasib bo'lsa endi yig'lab qo'yaveramiz suvda. Zo'r. Bijirdan mazza qilchyapti suv.